orasidan olib tashlaymiz. Do'stlar, bugungi chislo 2025-yil 10-aprel sanasiga Vanderkot 3 yoshli daraxti. 3 yoshlik daraxtga e'tibor berasizlar mana. 3 yoshli daraxti meva qilganiga baho bering. Buni serialashtirmasa bo'lmaydi. Birinchi, ikkinchi gul kurtaklar, ya'ni yiriklari qog'izilib, maydalarini hammasini terib olib tashlanadi. Maqsad mevani erta kunda kalibrini yirik qilib, Yevropa standartlariga mos keladigan qilib chiqarish. Do'stlar, videoga like bosamiz, Vanderkotga обязательно like bosamiz, chunki bu o'zini-o'zi changlatadigan nav bo'lgani uchun yaqinroqdan ko'rsating. Bu mana shunaqa quyib kalona qilib olib tashlaydi. Buni orasidan olib tashlash kerak bo'ladi обязательно. Do'cha kerak bo'lgan aloqaga chiqaverasizlar. 94 139 33 39 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsalaring, buni tashlab yubormasdan sizlarga dastavka qilib yuboramiz. Do'stlar, kimda kim 20 ta tanishiga jo'natsa, do'chani ham tekinga olib beramiz. Faqat ertaroq aloqaga chiqasizlar. Bu juda ham ertaki serhosil, juda ham zo'r nav hisoblanadi. Vanderkot o'rigini ko'chatlardan ekishlarini, mana shunaqa bog'lar tashkillashtirishlarini maslahat beraman. Bunisini ko'rsating. Mana atrofda hammasi faqat Vanderkot. E'tibor berib bog'ning umumiy holatini ko'rsatishingiz mumkin. Faqat Vanderkot. Endi yaqinroqdan ko'rsating. Mana hosiliga baho beringlar. Do'stlar, mana hosiliga baho beringlar mana. Mevalar yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yamiz. Podpisatsiya bo'lib qo'ysangiz, bundan keyingi qiziq videolarni ham ko'rasiz. Agar bog'dorchilikka aloqador shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, sizga juda ham katta kerakli videolar qo'yiladi. E'tibor berib ko'rasizlar, do'stlar. Sog' salomat bo'lasizlar. Toqalagani kelaverasizlar, do'stlar.